azizlar, hammaga assalomu alaykum. Kam Rossiyada platniy yo'ldan o'tishni yaxshi bilmasa, ozgina lifehack или как правильно deylik. Ana ko'rsatib qo'yibdi. Qaysini tanlash? Masalan, pulli yo'llar mana sariqlar, yashil transporteri bor. Ular anaqa transporter bilan kelasiz. Asta 20-30 tezligida tik qiladi, o'tasizlar, ketasizlar. Ship bitib ketaverasizlar ham. Endi bu kimgadir yordam beradi deb o'ylayman. Chunki bir xillar adashib transporterga kirib qo'yadi, nalichkasi bo'lsa, nalichkaliklar. Pullik yo'lda trafik ko'p payti transportga kirib qo'ysa, orqama ketgan mashinalar kelib qolishi mumkin.